32 dan g'alabaga erishgan ikkita yengilmas super jangchilar o'rtasida Yaponiyada asr jangi bo'lishi kutilyapti do'stlar. Yaponiyaning eng iqtidorli ikki bokschisi 2-may kuni uchrashadi. Naoya Inoue va Junto Nakatani o'rtasida bo'lib o'tadigan bu boks bellashuvida yaponlarning o'zi ham ikkiga bo'linishgan, kimlardir Inoue tarafda, kimlardir esa Nakatani tarafda. Nakatani yosh va eng IQ'si yuqori jangchilardan biri hisoblanadi. Uning zarba aniqligi bo'yicha dunyoda ham yetakchi bokschilardan biri. Inouening esa qanday imkoniyatlarga ega ekanligini siz yaxshi bilasiz. Keling, endi men Naoya Inoue haqida emas, bugun Junto Nakatani haqida sizga ma'lumot beraman. Junto Nakatani 98-yilda tug'ilgan, 28 yoshda 32 ta jang o'tkazgan, undan 24 tasini nokaut bilan g'alaba qozongan. Aytib o'tganimdek, u jangni masofadan zo'r boshqaradi, juda aqlli jang qiladi, qo'llari uzun va zarbalarning aniqligi o'ta yuqori, uning ustiga yaxshigina zarba kuchi ham bor, lekin yaponlar bu jangda 50 ga 50 baholayotgan bo'lsa-da, men Naoya Inouening imkoniyatlarini yuqori baholayman. Bu jangda 70 ga 30 bo'lsa kerak. Inoue world class, u klass darajada ko'plab nol rekordli jangchilarni bir raqamini o'zining rekordiga qo'shib qo'yishga majbur qilgan jangchi va pound reytingida ham hozirda 2-o'rinda turibdi. Endi siz bu jangda kim favorit ekanligini kommentariyaga bitta yozib qo'ying. Like va obuna bo'lishni unutmang. Mana endi haqiqatan bu kanalda eng zo'r, eng eksklyuziv, eng esda qolarli videolarni siz tomosha qilishingiz mumkin azizlar.